Qipchoqlar aslida kim bo'lgan? Tarix sahnasida ayrim kuchlar borki, ular paydo bo'lgan hudud bilangina cheklanmaydi. Butun mintaqaning taqdirini zo'rlik, tezlik va qo'rquv orqali qayta belgilaydi. Qipchoqlar aynan shunday kuch sifatida 8-13 asrlarda Yevrosiyo dashtlarida yuzaga chiqdi va qisqa vaqt ichida 3 million kvadrat kilometrdan ortiq hududda siyosiy ustunlik o'rnatdi. Qozog'iston dashtlaridan tortib Qora dengiz bo'ylarigacha, Volga havzasidan Sharqiy Yevropaning yuragigacha bo'lgan makonlarda qipchoqlar nomi urush, reyd va majburiy kelishuvlar bilan bog'langan. O'rta asr solnomalarida ularning soni 1,5 million atrofida bo'lgani, jang vaqtida esa 60 ming kishilik to'liq qurollangan otliq qo'shin yig'a olgani qayd etiladi. Bu o'sha davr uchun favqulodda ko'rsatkich edi. Qipchoqlar jamiyati boshidan oxirigacha harbiy mantiq asosida qurilgan. Har bir erkak bolaligidan ot ustida jang qilishga tayyorlangan. 12 yoshdan boshlab kamon bilan aniq nishonga urish o'rgatilgan. Ularning asosiy quroli murakkab kompozit kamon bo'lib, u 300 metrga yaqin masofada dushmanni yakson qila olgan. Qipchoq otliq qo'shini kuniga 100 kilometr masofani bosib o'tishga qodir bo'lgan. Bu esa og'ir piyoda armiyalariga qarshi hal qiluvchi ustunlik bergan. Aynan shu tezlik va shafqatsiz taktikalar sabab rus solnomalarida qipchoqlar dasht balosi sifatida tilga olinadi. Ular dushman shaharlarini to'satdan bosib kirish, aholini qo'rqitish orqali bo'ysundirish, qarshilik ko'rsatganlarni ommaviy jazolash usullarini qo'llagan. Bugungi til bilan aytganda bu harakatlar vahshiyona sifatida baholanishi mumkin. Biroq o'sha davr siyosiy realligi nuqtai nazaridan bu kuch orqali hukmronlikni mustahkamlash strategiyasi edi. Qipchoqlar bilan to'qnash kelgan Vizantiya, rus knyazliklari va Vengriya qirolligi ochiq urushdan ko'ra ularga o'lpon to'lash yoki ittifoq tuzishni afzal ko'rgan. Qipchoqlarning siyosiy og'irligi faqat reydlar bilan cheklanmagan. 11-12 asrlarda ular Sharqiy Yevropa siyosatiga bevosita ta'sir o'tkazgan. Rus knyazlari o'rtasidagi urushlarda bir tomonni qo'llab, kuchlar muvozanatini o'zgartirgan. Ba'zan esa butun knyazliklarning qulashiga sababchi bo'lgan. 1090-1220-yillar oralig'ida rus-qipchoq to'qnashuvlari 30 martadan ortiq yirik jang bilan qayd etilgan. Shu bilan birga qipchoqlar Vizantiya armiyasida yo'llanma kuch sifatida xizmat qilib, imperiya chegaralarini himoyalagan. Ya'ni ular faqat vayron qiluvchi emas, balki professional harbiy kuch sifatida ham tan olingan. Eng e'tiborga molik faktlardan biri qipchoqlarning yaqin sharqdagi ta'siri. 13-asrda Misrda hokimiyatga kelgan Mamluk sultonlarining katta qismi qipchoq kelib chiqishiga mansub bo'lgan. Tarixchilar Mamluk elitasining kamida 70% qipchoqlardan tashkil topganini qayd etadi. Aynan qipchoq sarkardalari 1260-yilda Ayn Jalut jangida mo'g'ullarni to'xtatib, ularni yengilmaslik mifini yo'qqa chiqargan. Bu esa qipchoqlar kuchining faqat dashtlarda emas, balki global tarix miqyosida ham hal qiluvchi rol o'ynaganini ko'rsatadi. Madaniy jihatdan ham qipchoqlar bosim o'tkazgan. Ularning tili va harbiy texnologiyasi Sharqiy Yevropa yaqin sharqda keng tarqalgan. Codex Cumanicus kabi manbalar qipchoq tilining 13-asrda xalqaro savdo va diplomatiya tiliga aylanganini isbotlaydi. Bugungi qozoq, qoraqalpoq, no'g'ay, tatar va o'zbek xalqlari etnogenezida qipchoq omili muhim o'rin tutishi bu tarixiy kuchning yo'qolmaganidan dalolatdir.